6-sinf 29-mavzumiz Yunon fuqarolari tarbiyasi. Fuqaro tarbiyasi. Yunon maktablari faol fuqarolar davlat himoyachilarini tarbiyalashi kerak edi. Sportni rivojlantirish va Olimpiya o'yinlariga ommaviy qiziqish ham shunga xizmat qilgan. Bolalikdanoq o'g'il bolalarga she'riyat va musiqaga muhabbat hissi singdirilardi. Umumiy ta'limdan tashqari yigitlar 2 yil harbiy ta'lim ham olgan. Birinchi yili ular uylarida yashar va safda yurish, qurol taqib yurish, ochlik va sovuqqa chidamli bo'lishni o'rganardi. Ikkinchi yili esa ayrimlari Attika chegara qal'alarida harbiy xizmatni o'tar, boshqalari Pirey portida dengizchilik san'ati asoslarini o'rganar edi. Mamlakatni mudofaa qilish zarurati yuzaga kelgan taqdirda 30 yoshga to'lmagan erkaklarning barchasi qurol-yarog'lari va harbiy kiyim-kechaklari bilan ko'rikka yetib borishi shart bo'lgan. Vatanga muhabbat har bir fuqaroning fidoyiligi va jasoratida aks etgan. Olimpiya o'yinlari sport barcha yunonlar uchun sevimli mashg'ulot bo'lgan. Miloddan avvalgi 776-yilda Olimpiya shahrida birinchi o'yinlar o'tkazilgan. Ana shu sanadan boshlab har 4 yilda bir marta Olimpiada olovi quyosh nurlarida yondirilgan. Yunonistonning 4 tarafidan kelgan sportchilar 5 kurashda bellashgan. Beshkurash turli sport musobaqalaridan iborat bo'lgan. Ot choparda esa aravalarda va otlarda poyga uyushtirilar edi. Odamlar va sportchilar Olimpiyaga eson-omon yetib kelishi uchun o'yinlar o'tkazilayotgan paytda urushlar to'xtatilgan. Yunonistondagi Olimpiya o'yinlari Olimp xudosi Zevs sharafiga bag'ishlab o'tkazilgan. Afsonalarga ko'ra, Olimpiya o'yinlari asoschisi Gerakl hisoblangan. Olimpiya o'yinlarida faqat jinoyat sodir etmagan, sha'niga dog' tushirmagan ozod Yunon ishtirok etishi mumkin bo'lgan. Musobaqalarda 3 karra g'alaba qozongan sportchi Olimpiya shahrida o'z haykalini o'rnatirishga haqli bo'lgan. Yunonlar yil hisobini ham Olimpiya o'yinlariga qarab yuritgan. G'oliblar muqaddas zaytun daraxti novdalaridan to'qilgan gulchambar bilan taqdirlangan. Xristian dini tarqalishi natijasida xudo Zevs sharafiga bag'ishlangan Olimpiya o'yinlari man qilinadi. Milodiy 394-yilda qadimgi Olimpiya o'yinlarini o'tkazish butunlay to'xtab qoldi. Nihoyat 1986-yilda Olimpiya o'yinlari qayta tiklandi. Olimpiya o'yinlari ochiladigan kunda mash'ala yoqish odati hozirgacha saqlanib qolgan. Quyosh nurlaridan yondirilgan mash'ala Olimpiya musobaqalari o'tkaziladigan joyga keltiriladi. Xo'sh, bugungi mavzumiz qisqagina shulardan iborat edi. Demak, yaxshilab o'qib, o'rganib, sertifikatlarni eng zo'r A+ olish hammaga nasib qilsin.